Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ishqibozlari. Mana biz yana bitta Marg'ilondagi ish jarayonimizni tugatdik. Bitta xonadonga Zota Kuba 25 kilovatli katyolimizni o'rnatdik. Katyolimizni bunkerli hisoblanadi. Eng asosiysi bu dimoxodidan bundan ugar chiqmaydi, gazlar har xil tutunlar chiqmaydi. Mana yonib turgan holatida ko'rsatyapman. Bu yonib turgan holati. Tutun degan narsa bu yonib turgan holat. Motorimiz 25 kilovatli. Gidrostrelka yasaganmiz, ikkita sirkulyatsioniy nasos qo'yganmiz, rashbak qo'yganmiz, shitimiz освещение uchun, motorlar, sirkulyatsioniy motorlar uchun va tent uchun 9 kilovatli bitta tent ham qo'yganmiz. Tentni qo'yishimizdan maqsad kerak bo'lgan paytda yoqib ishlatsa bo'laveradi. Tent o'zida ham havoga yaxshi paytda ishlatib tursa bo'laveradi. Bu bunkeri mana bunkerini ko'mirlar bilan ko'rsatib o'taman. Ko'miri mana belolmani semishka ko'miri. Bu bunkerga 360-370 kilo ko'mir sig'adi. 7 kun mobaynida yonaveradi. Bitta zapravka qilingan holatda. Hop, yoqqanimizga yarim soat bo'lgan yo'q hali. Graduslarni o'zlaring ko'ringlar. 55 ga borib qoldi. Endi o'zini kompyuterdek gradusni ko'rsataman. 51, 65 ga qo'yganmiz. 48 qaytishi 55 ga qo'yganmiz. Katyolimizni yana qulayli taraflari o'zini o'zi himoya qiladi. Havoga qarab o'zini o'zi digirovka qiladi. Ko'mir shinega misol qisilish netish bo'lsa, o'zini o'zi himoya qilib, orqaga oldiga qilib aylanib ishlayveradi yana. Hech qanaqangi muammo yo'q. Faqat ko'mirni yaxshisini yoqilsa bo'ldi. O'sha belolmani semishka ko'miri hozirgi kunda yaxshi tushyapti. Katyolni o'ziga ham bitta nasos o'rnatganmiz. Bu gidrostrelkaga uzatib beradi suvni. Hamma yo'l me'yorida ishlayapti, chiroyli bo'lib ishlayapti. Sizlarga ham shunaqangi xizmatlar bo'lsa beraveramiz. Aloqaga chiqishlaring mumkin. Zotaga gap yo'q.